Assalomu alaykum. Sayfish kanalining obunachilari va kanalining mehmonlari. Do'stlar, menda bir kuzatuv bor edi va bu kuzatuvdagi natijalar bilan sizga bir yangilik sifatida bir shu nimalarni kuzatuvlarini baham ko'rmoqchi edim. Qisqa qilib aytganda, menda avvalgi projektorlarim bor edi, lampochkalar. Ular oddiy mandaqa projektorlar bor edi. Mana bu akvariumlarimda va bu projektorlar bir ikkitasi kuygandan keyin men ularni mandaqa qo'l bola temirdan qilingan, nержавейкадан qilingan projektorlar, to есть lampalar bilan almashtirdim. Qanday almashtirdim? Bu avvalgi videolarimda bor, ko'rsangizlar bo'ladi. Do'stlar, e'tibor bergan bo'lsangizlar, mana bu yerda Ludviga gulimizda mana pastdan har birini pastidan mana ko'ryaptimi yo'qmi? Yangi barglar va bu barglar juda ham tetik va katta-katta. Avvalgilari esa kichkina. Mana bu yerda ikki xil Ludviga bor. So'taki nima bo'lgan taqdirda ham pastdagi Ludvigalar tetik chiqyapti. Do'stlar, mana bu yerda menda перистолистник degan rasteniya bor edi. Bu rasteniyaga juda ham o'xshamay turibdi, chunki barglarda faqat to'kilarda hech men buni saqlay olmasdan bu lampani qo'ygandan keyin, almashtirgandan keyin mana ujum yangi barglar ochilishni boshladi va endi bu peristolistnikka o'xshab qolyapti sekin-sekin. Do'stlar, mana bu rasteniyaga e'tibor beringlar. Bu yerda ikkita xil rasteniya bor. Mana bu va mana bu. O'z gap bu haqida emas, mana bu haqida. Mana bu yerda ham bor bu rasteniyadan. Mana bu rasteniya avval juda ham kichkina o'smasdi. Barglari esa yashil kichkina edi. Hozir esa barglari katta bo'ldi, qizil rangga bo'yanyapti sekin-sekin. Internetda qidirib ko'rdim. Toli Ludviga, Toli Ratalla. Kim biladi, kommentariyaga yozib qo'yinglar do'stlar. Xullas, mana bu lampamiz ham mana bu rasteniyaga yaxshi ta'sir qildi. Do'stlar, mana bu rasteniya ham mana lampani qo'ygandan keyin bu Ratallami, Geografilami, kim biladi do'stlar nomini. Mana bu ham mana yaxshi o'sishni boshladi. Menga juda ham ma'qul bo'ldi. Bu menimcha lampani o'zgartirgandan keyin, chunki boshqa hech qanaqa o'zgarishlar bo'lgani yo'q. Do'stlar, agar ma'lumotim sizlarga foydali yoki manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta layklaringizni ayamaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.